Chevrolet Lacetti 2026 modeli yangi avlod sedan sifatida egalariga qulaylik, ishonchlilik va zamonaviy texnologiyalarni taklif etadi. U o'zining nafis tashqi ko'rinishi bilan yo'lga chiqishda diqqatni tortadi. Silliq konturlar, chiroyli panjara hamda zamonaviy faralar bilan birga ushbu model klassik va zamonaviy elementlarni uyg'unlashtiradi. Shahar ichida ham uzoq yo'llarda ham Lacetti oson boshqariladi. Uning aerodinamikasi yo'l qarshiligini kamaytiradi va yonilg'i samaradorligini oshiradi. Salon ichida yo'lovchilar va haydovchi uchun yetarli joy mavjud bo'lib, qulay o'rindiqlar uzoq safarlar davomida ham charchoqni kamaytiradi. Panellar va boshqaruv elementlari intuitiv joylashtirilgan bo'lib, ularni oson ishlatish mumkin. Multimedia tizimi sensorli ekran orqali boshqariladi va Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, sportlar va qo'shimcha ulanish imkoniyatlari telefonlar hamda boshqa qurilmalarni ulashni osonlashtiradi. Havoni konditsioner tizimi haroratni tez va samarali boshqaradi. Bu esa salon ichida qulay muhitni saqlashga yordam beradi. 2026 Lacetti dvigateli samarali ishlashni ta'minlaydi. U past yoqilg'i sarfi bilan ajralib turadi. Bu esa kundalik foydalanish xarajatlarini kamaytiradi. Dvigatel silliq tezlanishni beradi va shahar tirbandliklarida qulay boshqaruvni ta'minlaydi. Uzatma qutisi ham avtomatik ham mexanik variantlarda mavjud bo'lib, haydovchi o'z haydash uslubiga qarab tanlov qilishi mumkin. Suspenziya tizimi yo'l notekisliklarini yutadi va salon ichidagi shovqinni kamaytiradi. Bu esa yo'l bo'ylab farovon haydashni ta'minlaydi. Xavfsizlik jihatidan Lacetti ABS barqarorlik nazorati, old va yon havo yostiqlari kabi tizimlarga ega. Bu esa haydovchi va yo'lovchilarni himoya qiladi. Parkovka datchiklari orqa kamera yordamida to'xtashni osonlashtiradi va tor joylarda qo'shimcha qulaylik beradi. Mustahkam korobka tuzilishi yo'l harakat xavfsizligini oshiradi. Bu xavfsizlik elementlari eng yuqori standartlarga javob beradi. Bagaj bo'limi yetarli kenglikka ega bo'lib, u kundalik xaridlar yoki sayohatlar uchun juda qulay. Bagaj hajmi orqa o'rindiqlarni buklash orqali yanada kengaytirilishi mumkin. Bu qo'shimcha yuk joyi ta'minlaydi. Shovqin izolyatsiyasi darajasi yuqori bo'lib, yo'l bo'ylab jim va osoyishta muhitni saqlaydi. Bu esa uzoq safarlar davomida yo'lovchilarga qulaylik bag'ishlaydi. Videoni tomosha qilayotganda siz bu avtomobilning barcha xususiyatlarini yaxshilab ko'rib chiqing va o'zingiz uchun qaror qabul qiling. Ushbu sharh sizga Lacetti 2026 modelining asosiy imkoniyatlarini tushunishga yordam beradi. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki kanalimizda sizni ko'plab avtomobil sharhlari va foydali ma'lumotlar kutmoqda. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring va qaysi model haqida keyingi videoni ko'rishni xohlayotganingizni ayting. Chevrolet Lacetti 2026 siz uchun ajoyib tanlov bo'lishi mumkin. Uning barqarorligi, qulayligi va samaradorligi har kuni yo'lga chiqishni maroqli qiladi. Rahmat tomoshabinlar, sizning qo'llab-quvvatlashingiz uchun.